Assalomu alaykum. Mening ismim Shukrullo Jahongirov. Men arxitektura va shaharsozlik sohasida 10 yildan ortiq tajribaga egaman. Bu yillar davomida biz yosh, tajribali jamoalar bilan birgalikda yirik loyihalarni, hattoki shaharlar konsepsiyasini yaratishda faol ishtirok etdik. Faxrlanib ayta olamizki, shu vaqtgacha biz Olimpiya shaharchasi, Yangi O'zbekiston bog'i va ko'chasi kabi muhim loyihalarda bevosita qatnashganmiz. Shuningdek, mamlakatimiz qurilish vaziri o'rinbosari lavozimida ishlash imkoniyatiga ega bo'ldim. Bugun esa katta mas'uliyat va hayajon bilan akademik va professional faoliyatimizdagi o'zgarishni e'lon qilmoqchimiz. Central Asian University'da arxitektura va dizayn yo'nalishi ilk bor mustaqil arxitektura va dizayn maktabi sifatida shakllanmoqda. Xo'sh, qanday o'zgarishlar kutmoqda? Birinchidan, alohida maktab bu ko'proq mustaqillik, aynan arxitektura va shaharsozlik ta'limini rivojlantirishga ko'proq e'tibor, talabalar uchun ko'proq resurs va imkoniyatlar demakdir. Ikkinchidan, ta'limning yangilangan strategiyasi. Raqamli texnologiyalar, barqaror loyihalash, xalqaro standartlar va yetakchi arxitektorlar hamda kompaniyalar bilan hamkorlikda real loyihalarga asoslangan jarayoni joriy etiladi. Uchinchidan, yangi ko'lam, fanlararo studiyalar, xalqaro tanlovlarda ishtirok etish, amaliyot o'tash, birinchi kursdan boshlab kuchli portfolio shakllantirish. Eng asosiysi, avvallari yiliga bir necha nafar bitiruvchini tayyorlay olgan bo'lsak, endi keyingi 10 yillikda biz minglab kreativ va ilm saviyasi yuqori arxitektor va shaharsozlarni yetishtirishni maqsad qildik. Bu sizning imkoniyatingiz. Agar siz odamlar yashash tarzi, harakatlanishi va hatto hissiyotlarini loyihalash orqali o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu yo'l aynan shu yerdan boshlanadi. Maktabimizda nafaqat nazariy bilimlar, balki haqiqiy amaliyotchi arxitektorlardan ta'lim olasiz. Siz real obyektlar ustida ishlaysiz, real muammolarga yechim topasiz va xalqaro me'yorlarga mos mutaxassis sifatida shakllanasiz. To'g'ri universitet tanlash bu har bir oila uchun eng muhim qarorlardan biridir va biz buni yaxshi tushunamiz. Bizning arxitektura va dizayn maktabida farzandingiz nafaqat diplom oladi, balki yetakchilik tafakkuri, ijodiy ishonch va har qanday eshiklarni ochadigan portfolio bilan ta'limni yakunlaydi. Ular nafaqat bilim bilan, balki tajriba va aniq maqsadlar bilan bitira oladi. Arxitektorlar, muhandislar, quruvchilar, tashkilot rahbarlari, biz sizni hamkorlikka chaqiramiz. Keling, bu maktabni ilmiy amaliy laboratoriyaga aylantiraylik. Bu yerda akademik yangilik va amaliy tajriba birlashadi. Bu joy sizning eng noodatiy g'oyalaringizni yangi avlod iste'dodi, global fikrlashi, ilmiy yondashuv bilan uyg'unlashadigan markazga aylanadi. Bu maktab shunchaki dars o'rgatiladigan joy emas. Bu kelajakda qanday hayotda yashashimizni hal qiluvchi dargoh bo'ladi. Va biz ushbu buyuk kelajakni barpo etishda boshchilik qilayotganimizdan chuqur faxr va sharaf his qilamiz. Keling birgalikda yanada go'zal hayotni loyihalashtiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.